Afsuski, o'zbek shou-biznesida yana bir yomon xabar tarqaldi. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroligimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. O'zbek shou-biznes olamida o'zining sho'x qo'shiqlari hamda qiziqarli raqslari bilan ko'pchilikning qalbidan joy egallagan taniqli xonanda Sevinch Mo'minova haqida yomon xabar tarqaldi. Yaqindagina u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram sahifasida to'y xizmatlarida bo'lganligi aks etgan videoni joylagan edi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmasdan uning Instagram sahifasida yana bir shunday izoh paydo bo'ldi. Assalomu alaykum azizlar, bugun Sevinch Mo'minova bilan bog'liq kutilmagan holat yuz berdi. U avariyaga uchradi. Shukrki, hozir holati yaxshi, sog'-salomat. Xavotir olib yozgan, qo'ng'iroq qilgan va duo qilgan barchaga uning nomidan rahmat aytamiz. Mehringiz va qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. O'zingizni ehtiyot qiling. Ushbu fotosurat hamda izoh ijtimoiy tarmoqlarga joylangandan so'ng ko'pchilik Sevinch Mo'minovaning muxlislari tomonidan uning hozirgi ahvoli qandayligi haqida savollar tug'ilmoqda. Ammo masalaning ikkinchi tomoniga oydinlik kiritilgani yo'q. Shu boisdan ham Sevinch Mo'minova hamda uning yaqinlaridan to'liq ma'lumot berishlarini kutib qolamiz. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.